Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Mo'minov. Bugungi mavzuyimiz YouTube'ga video yuklaganingizda montaj qilib, birorta mashhurroq muzikalar bilan yuklagan bo'lsangiz, Afterski tushish ehtimoli 100% bo'ladi. To'g'rimi? Biz bo'lsak, misol uchun kompyuterda ko'pchilik telefonda videosini YouTube'ga yuklaydi. Yuklaganda Afterski tushgandan keyin обязательно xabar keladi. Bu mualliflik huquqiga ega materialni bor degan. Siz bo'lsa buni mana bu ilova YouTube Studio ilovasidan muzikani o'chirishga harakat qilasiz, ya'ni Afterski'sini tekshirasiz. Muzikadan tushgan bo'lishi mumkin yo birorta qisqa joylardan tushgan bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning shaxsiy videongiz bo'lgan taqdirda ham xuddi shuni mana shu YouTube Studiosi orqali fragmentini kesib olsangiz, ya'ni o'sha именно kerakli joyi kesilib ketadi. Videongizda o'sha mualliflik huquqini olib tashlaydi yoki muzikasini o'chiradigan bo'lsangiz, именно o'sha qiziq joyi kelganda zerikarli yoki ovozingiz g'alati, videongiz buzilishga to'g'ri keladi. Men sizga mana shuni удобный yo'lini telefon orqali tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, bo'lmasa vaqt cho'zib o'tirmaymiz, videoni boshlaymiz. Like, podpiskani bosib qo'ying, bo'lmasa biz ketdik. Buning uchun Google ga kiramiz va birinchi o'rinda YouTube Studio monetizatsiya login deb yozasiz yoki oddiy YouTube Studio login deb yozishingiz mumkin. Bu yerda keyin birinchida chiqqan so'zga bosib qo'ymang. Chunki bu приложениесini o'ziga kirib ketib qoladi va siz boshqatdan kirasiz. Va mana bu yerda strelka ko'rsatib qo'yaman. Ana shu login ustiga bosasiz, biroz kutasiz va sizga tayyor ochish uchun Chrome chiqarib beradi va Chrome'ga kirasiz. Kirganingizdan keyin birinchi o'rinda chiqadigan narsa bu o'sha sizni полный variant, kompyuterskiy variantda chiqarib beradi va mana chap burchakda nima bor? Videolaringizni chiqarib beradi. Kanal kontenti. Katta video, shortslar, jonli efir, xabarlar, shunga o'xshash hokazo. Bu yerda qarasangiz, bu yerda copyright ustiga tushsangiz tafsilotlarni ko'rish chiqadi va uni ustiga bosasiz va bu yerda take action turibdi. Take action ustiga bossangiz, mana qo'shiqni almashtirish belgisi bor. Lekin ilovani o'zida yo'q bunaqa narsa. Shuning uchun именно saytni o'ziga kirib qilasizlar. Mana bu yerda qizarib qolgan, nimadan jabr tushganini, keyin o'zingiz xohlagan muzikani tanlaysiz va qo'sh tugmasini bosib, saqlash tugmasini bosasiz. Uni bosganingizdan keyin albatta hammasini ruxsatini olaman degan xabar chiqadi. Shuni bosasiz va biroz kutasiz. Yuklagandan keyin avtomatik qo'shiqni o'chirib, o'sha siz tanlagan qo'shiqni bosadi. Va bu yerda video editing in the progress bo'lyapti. Xo'p, endi biroz kutasizlar, 4 daqiqadan keyin o'zi keladi. Mana biz biroz vaqt o'tkazib yordik. O'ziga kelgandan keyin videoni ko'rsalang, mana non bo'lib qolgan, mana hech qanaqa muammo yo'q. Bu degani qo'shiq matnini almashdi, sizga foydasi tegdi, copyright yo'q degani bu. Do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Albatta, chiqib ketishdan oldin doimgidek like, podpiskani bosib qo'ying. Imенно xudo xolasa 2026-yil mana shu akkauntni kuchaytirishimiz kerak. Bundan oldingi 1,5 ming obunachi bor akkauntim 3 marta strike tushdi. Strike nima deganda u ko'pchilik biladi. 3 marta mualliflik huquqi buzilgandan keyin baribir farqi yo'q. Chip tashlaysiz, men hozir o'rgatgan narsamni ham takrorlab ko'rsangiz foydasi yo'q. Strike sразу tiqildimi, tamom. 3 marta tushsangiz akkauntingiz o'z-o'zi yo'q bo'lib ketadi. Yana o'sha akkauntni qaytarish uchun xuddi o'sha odamlarga yozasiz. Akkauntingizni yo strike'ni qaytarib beramiz, yo pul talab qiladi, yo boshqa narsa talab qiladi. Yaxshi odam bo'lsa qaytaradi. O'sha strike'ni qaytarib oladi va imенно ularning videosini qayta yuklamaslikka harakat qiling. Juda hozir kunda men 2-3 marta harakat qilib ko'rdim, bo'lmadi, pul talab qilishdi. Shuning uchun hozir o'rgatgan narsam sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Do'stlar, ko'rishguncha keyingi safar yana ham bundan ham zo'r foydali videolar olamiz degan umiddaman. Siz bilan Mo'minov bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.